Ushbu loyiha Mikrokreditbank hamkorligida Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Berdoli mahallasida joylashgan 208-sonli kontirda amalga oshirilmoqda. Bu yerda pomidor mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi 11 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan, gullash jarayonida. Mana pomidorlarimiz gulga kirgan. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 22 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun yarim gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Qamash tomorqa xizmati MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har gektaridan 25-30 tonna mahsulot olinadi. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadi yanada oshirib boriladi. Bugungi kunda pomidorlarimiz mana aksariyati tugib qolgan. Pomidor ekini yaxshi rivojlanmoqda.